Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Mana biz ham kunimizni Xudo xolasa mana sudga yo'l olish bilan boshladik. Bugun sud Xudo xolasa mana jinoyatchilardek ketyapmiz. Xuddi birov bir nima deydi? Katta jinoyat qilgandek yo'l oldik mana sud zaliga Xudo xolasa. Men o'zim endi advokatim bor, men o'zim shaxsan qatnashish chiqani nima deyishadi ular, nima bo'ladi, o'shanga bir o'zim qiziqib ketyapman. Kunimiz shunaqa sud zaliga yo'l bilan boshlandi kunimiz. Hammalar yaxshimisizlar? Instagramdan juda ko'pchilik, Telegramdan ham administrator nomeriga juda ko'pchilik bir biz tomon bo'lib juda ko'pchilik bir yozishibdi, yaxshi fikrlar bildirishibdi. Rahmat. Sog' bo'linglar, shunchalik bizga tarafdor bo'lganinglarga rahmat sizlarga. Nimaga sud dedingiz? Sud shu Chutki TV'da Sherali Jo'rayev ikkita qo'shiqni aytgan ekanmiz. Shundan beri bir nima deydi, tinchlik yo'q. Shunga ketyapmiz, sizlarga keng svetofordan o'ngga kiramiz. Shunaqa gaplar. Rahmat, mushkulingiz oson bo'libdilar, oson bo'lsin debdilar. Avandan kiramiz. Jo'rayevlar nimaga sizlarga osilib yotibdi? Ular bitta menga emas, hammaga osilib yotibdi. Kecha Samarqandga to'yga borsak, bechara o'zi $100, $200 to'yga chiqadigan bola ekan. Unga ham falon pul ishtiraf qilib qo'yishibdi. Menimcha bilmadim endi, tushunmay qoldim. Surxondaryo podдержкадamiz. Rahmat Surxondaryo. Surxondaryoda ham qadrdonlar ko'p. Qancha jarima deyishyapti aka? Shu bir $20,000 ga yaqin pul. Mana shuni orqasida eganda transport. Tamam, orqaga aylanib kelamiz. Balki ishlatgan. Mana degan. Bu soliq kengisi ekan demak. Uzr endi hozir. Sud zalini qidirib kelyapmiz. Odam endi to'g'risi gap qo'shiq aytib bir javobgarlikka tortilsa sal g'alati bo'lar ekan. Da. So'rab olamiz, ishchi qo'yib turing. Shunga kelyapmiz mana endi jinoyatchilarga o'xshab. Qo'shiq aytib jinoyat qilgan xonanda Sardor Mamadaliyev bo'lib. 20,000 juda katta ishtiroq maosh. Qancha O'zbekistonda o'sha 500 minimalka so'rashyapti. Ma'naviy zarar ko'rib endi bilmadim, kimdir davlenasi oshib ketdimi yo kimdir bir ovoz ishlamay qoldimi yo kimdir bir insult bo'ldimi bilmadim, endi shu ma'naviy qattiq zarar ko'rishgan ekan. Ko'rishib, kelishib bir yechim qilsa bo'lmaydimi? Endi bu dunyoda har xil inson borda, kim bilandir murosa qilsa bo'ladi, kim bilandir bo'lmaydi. Endi Xudo hammani tuprog'ini har xil joydan olgan. Shuning uchun men bilmayman. Jarima kim hisobiga o'tkaziladi? 100% Jo'rayevlarning nomiga o'tadi jarima agar undirilsa. Endi men o'ylayman, sudimiz bir oliy joylab kirish kerak ekan, mashina kiramiz. Nima deydi? Sud sistemasiga ishonamiz, chunki bu yerda men qo'shiq aytib bir tiyin daromad qilganim yo'q. O'ylayman, endi adolatli sud qaror chiqaradi deb o'ylayman. Hozir bilamiz endi, kiraylik, nima gap so'z. 6 minutdan keyin sud boshlanishi kerak. Shu yerda ekanmiz. Kirayliklarga. Bir iltimosim bor debdi. Ayting iltimosingizni, Gavhar. G'ijduvonga salom. Ketdingmi? Da.
Bizga omad tilab turinglar, mana biz sekin sudga qarab kirib ketyapmiz. Hammalarga ikki dunyo baxtini tilaymiz. Chiqqandan keyin yana bir prямой efir qilib yuboraman.